Do'stlar, hammaga xayrli kech. Mana mashinani vaqti yetib keldi, topshirish kerak. Nima qilamiz? Birinchi oldidan bitta rasmga olamiz, yonboshidan bitta rasmga olamiz. Topshirish uchun. Asobinda qabul qilib olayotganda manaqa joylarga e'tibor berish kerak. Bu bor edi men olganda. Pastlarini qarab, manaqa ishqalangan joylari bor edi. Chiroyli qilib yaqindan videoga, rasmga olganman. Mana shilingan joylarni ko'ryapsizlar. Xullas do'stlar, oldidan rasm, ikki yonboshidan rasm, orqadan rasm qilib topshirishda topshirilaveradi. Keyin mana bakni, keyin naryoqdagi bakni santimetri bor o'zi. Santimetrlar bilan, metr bilan o'lchab yozib, chizdi ishlari bor. O'zini akt прием передача degan qog'ozi bor. Pritseptiki ham отдельно, golovaniki отдельно. Shularni yozib, qo'l qo'yib, уже tayyor qilib qo'yasiz. Sizni o'rningizga kelayotgan shofir ham o'ziga qabul qilib oladi. Shunaqa gaplar. Sizga yoqqan bo'lsa bitta like, podpiskani unutmanglar do'stlar. Yevropa hayotidan parcha.